Assalomu alaykum, siz bilan Nero jamoasi. Bugun aynan Neroni ionobmeni, ya'ni kationit filtrlar haqida gaplashamiz. Bu filtrlar asosan suv yumshatishda ishlatiladi. Suvdagi tarkibidagi har xil tuzlarni, og'ir mineral va metallarni o'zgartirib, yumshoq minerallarga o'zgartiruvchi ionobmeni filtrlar hisoblanadi. Ko'pincha bular qozonxonalar, sovuq suv sanoat va suv tayyorlashlarda, ichimlik suv tayyorlashlarda keng ishlatiladigan filtrlardan bittasi hisoblanadi. Bularni asosan ishlash ionobmen nima? Ionobmen bu kelayotgan suvdagi ionlarni ichidagi maxsus kationit orqali yengil minerallarga, yengil ionlarga o'zgartirib beruvchi filtr hisoblanadi. Masalan, aytaylik, suvda kaliy va magniy ko'p bo'ladi. Buni ichida esa aynan natriy va vodorodga to'ydirilgan DuPont kompaniyaga tegishli kationit shuni o'zgartirib ishlashga maxsus mo'ljallangan filtr hisoblanadi. Kelinglar siz bilan gaplashaylik. Avvalambor bizlar suvni bilishimiz uchun sifatini biz laboratoriyada tekshirtirishimiz kerak. Hozirgi paytda bu narsa juda oson. Suvni laboratoriya tekshirilgandan keyin siz u yerda qanchalik mineral, nima tarkibida nima borligini bilib turib va o'rtacha sizga bir raqam beriladi. Masalan, aytaylik, bu 6 bo'lishi mumkin, bu 7 bo'lishi mumkin. Aytaylik, suvdagi tarkibidagi o'rtacha raqam 3 bo'lsa, bu qoniqarli hisoblaniladi. Agar 3 dan baland bo'lsa, aytaylik 3, 5, 6 bu qoniqarsiz bo'ladi. Qoniqarsiz nafaqat sizni aytaylik nakib paydo bo'lishiga, balki qozonlarni, shu teplobmeniklarni, devorlarni tez nakib bo'lishiga, undan tashqari fenlarni tez nakib olishiga aynan sababchi bo'luvchi suvlarga tegishli bo'ladi. Masalan, kelayotgan suv sizga qoniqarli bo'lmasligi mumkin va uni uy egalari sezadi. Ko'pincha kranlarida nakib bo'ladi, dushlarni leykalarida nakib bo'ladi. Undan tashqari aytaylik ariston yoki suv qozonlari, issiqlik qozonlari tez nakibga olib, tez ishdan chiqish sabablari bu aynan qattiq suv bo'ladi. U yerga aynan shu filtrlar ishlatiladi. Bu filtrdan o'tayotgan suv albatta yumshoq bo'ladi. Natijada suv yumshaydi, undan tashqari nakib kamayadi. Qozonxona va undan tashqari aristonlar va umumiy nakiblar prakticheski juda sezilarli darajada kamayadi. Bu nimaga olib keladi? Bu albatta sizni qozonxonada ishlayotgan qozonlaringizni kelajakda nafaqat o'zini umrini, balki gaz va elektr tejashini, undan tashqari odam dushga kirib chiqqanda shu badanida sho'ralashlar, dush atrofidagi oppoq nakiblar juda qattiq sezilarli darajada kamayadi. Undan tashqari sovun ko'pirmaydi ko'pincha. Sovun ko'pirmasligining sababi bu aynan suvni qattiqligidan xabardor beradi. Bundan, ya'ni Nero kompaniyasiga tegishli ionobmeni kationit filtrlardan chiqayotgan suvda umuman teskari sovun yaxshi ko'piradi va undan tashqari odamning shu badanida mana bu har xil sho'ralashlar kamayib ketadi. Sochlarini ayollar buni juda yaxshi biladi, ishlatganlar sochlarini yumshoqligidan juda ko'p xush xabar eshitganmiz. Juda qattiq imенно ionobmeni filtrlar shu joyda ham yordam beradi. Undan tashqari oddiy karcher, bilasizlar, katta davleniya ham juda katta nakib paydo qiladi. Shuning uchun даже mashina yuvayotganingizda ham shu karcherlaringizni ham umrini ancha uzaytirib beradigan, o'zi ko'p narsaga sababchi bo'luvchi suv bo'ladi. Karcher yuvayotganda ham ko'pirish, oddiy shampunda ko'pirish va mashinaning ustidagi tomchi, qolib ketgan tomchilar ham o'ziga baquvvat qattiq tankiblar, unaqa narsalarni esingizdan chiqarib yuborishingiz mumkin, aynan shu filtrni o'rnatgandan keyin. Men o'zim bu filtrni 4 yildan beri ishlataman va o'zimni yer tagidan chiqib kelayotgan, atigi 2-3 metrdan chiqib ketayotgan suvni umuman oldin ishlatib bo'lmasdi. Shu aynan ionobmeni kationitli filtr qo'ygandan keyin juda qattiq o'zgarishlar bo'ldi. Tenlar, oddiy aristonlar tenlari nakibga olishlari juda qattiq kamayib ketgan. Nakib kranlarda va leykalarda, dushlarda umumiy olib qaraganda hamma joyda umuman nakib degan narsani esimdan chiqarib yuborganman. Va umuman bu suvdan, ya'ni yumshoq suv orqali shu dush olib chiqqan odamlardan eshitishim bo'yicha qattiq suvga nisbatan cho'milib chiqsak ravshan biz maza qilyapmiz. Ya'ni xuddi spa protseduradan chiqqandan keyin. Chunki badan ham og'ir suv, ya'ni qattiq suvlarni uncha yaxshi ko'rmaydi. Aynan yumshoq suv bilan kontaktda bo'lgan badan
haqiqatan ya'ni maza qilib dam olish xususiyatiga ega bo'ladi. Oddiy badan ham bu narsani sezadi. Nafaqat sizni texnikalaringiz, sizni issiqlik tizimlaringiz, oddiy badan ham juda qattiq farqiga bo'ladi va buni bir marta ishlatgan odam shu suvga aynan o'rganib qoladi. Filtrlarimizni ichidagi, ya'ni kolonni kolbasi bo'ladi ichida. U yerga aynan DuPont kompaniyasiga, ham Fransiya kompaniyasiga tegishli katyanit to'ldirilgan bo'ladi. O'rtacha 25 litr. Bu bemalol 4 ta 5 ta sanuzelni ishlatishga, bitta kattaroq bir uchastkaga qo'yilish varianti desak bo'ladi bemalol. Bularni endi ko'rayotganingizdek, bu yerda 3-4 xili bor. Birinchisi bu filtrimiz, ion обменный filtrimizdan oldin shu kabi dishlamator turadi. Dishlamator filtr, masalan, aytaylik, sizni suvingizni qattiqligiga qarab siz nastroyka qilib qo'yganingizdan keyin qanaqadir vaqtdan keyin regeneratsiya qiladi. Regeneratsiya paytida aynan shu dishlamator ham o'zini o'zi regeneratsiya, ya'ni o'zini o'zi tozalab, suvni kanalizatsiyaga tushirib yuborish qobiliyatiga ega bo'ladi. Ya'ni buni ochib tozalash kerak emas. Masalan, men 4 yilda bir marta ham ochmadim. Boshida menda qumlar ham tushdi, lekin hammasini o'zi avtomatik tarzda yuvib tashlagan. Ko'pincha savol beradi, aka necha litr suv ishlatadi? Ba'zi filtrlar birga bir suv ishlatadi. Qancha suv toza bersa, shuncha suv, ya'ni men 1 tonna toza suv berdimmi, 1 tonna suvni kanalizatsiyaga to'kib tashlaydi. Yo'q. Bu sizga 2 tonnada mana shu ichidagi turgan 15-20 litr suvni shu yuvish paytida, o'zini o'zi yuvish paytida shu 15-20 litr suvni ishlatadi xolos. Ya'ni ko'p suv ishlatmaydi. Undan tashqari yana savollar bo'ladi. Qancha nima qo'shish kerak ichiga? Bu filtr katyanit 5 yildan 10 yilgacha yetadi. Ya'ni suvni qanaqa sifatiga qarab 5 yildan 10 yilgacha regeneratsiya paytida nima ishlatiladi? Oddiy tuz, tabletированный natriy xlor. Bu katyanit sizdagi suv, ya'ni kelayotgan suvdagi shu magniy, xlorlarni уже olib bo'lgandan keyin o'zini o'zi yuvish kerak bo'ladi. Aynan buni yuvadigan narsa natriy xlor, oddiy osh tuzi bo'ladi. Ekstra uni tabletka qilingan varianti va shu 1 soatcha mana shu yerga tuz solib qo'yiladi. O'rtacha 1 qop 1 oyga yetadi bitta oilaga. Bemalol yetadi. Bu men aynan shahar suvini emas, balki men shu yer tagidan olingan suvlarni haqida gapiryapman. Yana ham suvni qattiqligiga qarab tekshirish kerak. Xullas, menga yer tagiga o'zim misol qilib tariqasida aytadigan bo'lsam, yer tagidagi chiqayotgan suvga juda qattiq jo'skisi, ya'ni 400 ppm TDS testerda 400 ppm ko'rsatgan suvga menga 1 qop bemalol yetadi. Bu tuz solib qo'yadi, bu tuz eriydi va shu tuzdan bu o'zi avtomatik tarzga ichidagi katta kolbasi bo'ladi. Kolbasidagi ichidagi katyanit, ya'ni DuPont kompaniyasiga fransuskiy katyanitini yuvadi. Yuvgandan keyin yana sizga masalan suvingizni qattiqligiga qarab tam 1,5 tonnadan to 3 tonnagacha sizga yana suv beradi-da, soat masalan 3 ga qo'yib qo'yasiz, kechqurun soat 3 ga. Suv tugagandan keyin u yuvmaydi. Kunduz kuni masalan suv tugab qoldi yoki litr tugab qoldi, buni ichida sho'tchiga bor o'zi. Ishlatayotgan paytda necha litrligini ko'rsatadi va shu litrlarni yozib yuradi sho'tchikka o'xshab. Va shu litr o'tgandan keyin o'zini o'zi regeneratsiya qiladi, yana 3 tonna sizga suv tayyorlab turadi. Shuning uchun ichida albatta buni sho'tchiga bor. Ya'ni sizda laboratoriya qog'ozi chiqqandan keyin suvni tekshirganingizdan keyin bu yoqqa kiritib qo'yishingiz kerak. O'rtacha suv qattiqligini. Aytaylik, sizda 5 bo'ldimi, mana shu yerga 5 belgilab qo'yasiz. 4 bo'ldimi, 4 yoki 6 bo'ldimi, 6 deb belgilab qo'yasiz va bu o'zi avtomatik tarzda sizga o'zini nastroykasini qo'yadi, avtomatik tarzda. Ba'zilarda shu kerak bo'ladi, biz seminar qilamiz kelajakda. Shu haqida siz o'zingizni viloyatingizda, regioningizda, rayoningizda usta bo'laman demoqchi bo'lgan ustalarga biz buni qanaqa profilaktika qilinishini, qanaqa to'g'ri o'rnatilishini, qanaqa tanlanishini, qanaqa profilaktika, undan tashqari umumiy bor ma'lumotni siz bilan albatta bo'lishamiz. Hozir ko'rayotganingizdek shu 3 xilini boya boshladim, buni bitirdim. Birinchi xilni, ikkinchi variantimizga keladigan bo'lsak, bu xuddi shunaqa ion обменный filtr bo'ladi. O'tish qobiliyati 2 kub bo'ladi. Lekin bunda yana ikkita qo'shimcha shu kabi kolba ichida bo'ladi. Bu aktivlashtirilgan kokos ko'miri bo'ladi. Ya'ni kelayotgan suvdagi noxush ta'mlarni, noxush hidlarni va xlorni aynan shu filtr o'ziga ushlab qoladi. Bu ko'mir shu ba'zi pestitsid va ba'zi kimyoviy tarkib suvdagi har xil kimyoviy zaharlarni ham ushlab qolish qobiliyatiga ega bo'ladigan shunaqa ikkita aktivlashtirilgan ko'mir filtri bo'ladi ikkinchi variantimiz. Uchinchi variantimizga keladigan bo'lsak, bu seri nima deydi? Mokriy asfalt deymizmi, shunaqa qarang. Bu oddiy ion обменный filtr. Masalan, sizlarda kerak bo'lib qoladi, что birinchi siz bundan oldin balki qanaqadir filtr qo'yasiz, polipropilenovый BB20, buni qo'yasiz. Bundan keyin masalan aktivlashtirilgan BB20 filtrini ham qo'yish va tanlash qobiliyatiga ega
filtr. Ya'ni bundan keyin masalan meni tavsiyam birinchi dishlamatr qo'ydingiz yoki undan keyin bu filtr, undan keyin polipropilenovый bilan aktivlashtirilgan kokos kukuni ikkitali filtr qo'shib olsangiz bo'ladi bundan keyin. Xullas shunaqa 3 ta variantimiz bor va undan tashqari shuni kichkina varianti bor. Bu 2 kuba bo'lsa, где-то 1,2 kuba, 1,1 kubaligi bor. Kichkina uylarga bu narsani tegib va kompaktniy nastroykalarga qo'yadigan variantimiz bor. Bu regeneratsiya paytida filtrlar o'zini o'zi yuvayotganda kanalizatsiyaga ulab qo'yish kerak bo'ladi. Orqasida aynan chiqishlari bor, kirish chiqishlari bor. Kanalizatsiyaga tushib ketadigan spesialniy liniyalar bor. O'zini ba'zi komplektida shlangi bo'ladi. No, meni tavsiyam o'sha qopqog'ini yechsanglar, orqasida rezba bo'ladi. 1,2 men ko'pincha nakidnoy gayka bilan 1,2 bilan kanalizatsiyaga tushirib olib ishlayman. Men masalan ishingiz juda akkuratniy chiqadi, chunki bu yoqda kelayotgan polipropilenovый trubalaringiz oppoqni, keyin bunda shlang chiqib tursa g'alati bo'ladi. Polipropilenovый truba ishlayotganda har xil davleniyada o'zini o'zi ushlab chiqib ketmaslikka ham sabab bo'ladi. Endi men har doim shunaqa qilganman va ko'p professionallar, shu Rossiyada ham professionallar shunaqa qilar ekan. YouTube'dagi agar sizga ma'lumot qiziq bo'lgan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, iltimos shundan ayamaysiz. Biza har doim sizni diqqat qilsangiz, biza yanada ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Yangi xabarlarni ko'rish uchun va ularni o'tkazib yubormaslik uchun albatta qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Bu kelajakda yangi videolar qilsak, siz albatta buni ko'rasiz, qidirib yurmaysiz. Salomat bo'ling. Siz bilan Nero jamoasi.